Domla ko'pchilik ahli sunnada bo'lishni xohlaydi, ammo uning axloqi, tutayotgan yo'li mutlaqo bu yo'lga zid. Mana shu paytda ahli bid'at, ya'ni bid'atchini qanaqa alomatlari, belgilari bor? Bunday kishilarni qanday tanib olsa bo'ladi? Afsuski, hozirgi paytda bunday odamlar tez-tez uchrab turadi. Ko'payib qoldi desak ham bo'ladi. Ya'ni ahli sunnadaman, ahli sunna val jamoadaman degan da'vo bilan sizga yuzlanadi yoki o'zini ko'rsatar yoki ko'rsatmas. Xullas, mana shu munosabatlari ahli sunna val jamoada unday emas, ahli sunna val jamoaning aqidasi bunaqa emas degan bir gaplar bilan boshlanadi munosabatlari yoki sizga bo'lgan bir e'tiroz ma'nosidagi suhbatlari. Bunday odamlarni aynan hozirgi kunda ko'proq fe'lan, xulq jihatidan qaysarroq insonlarda mana shunaqangi fe'llar bor. Qarangki, aynan o'sha qaysidir kuchlar tomonidan, kimlardir tomonidan mana shunday odamlar ovlanganga o'xshab ko'rinadi. Chunki uni fe'li o'rganiladi, u o'zi qanaqa inson, aytganini qildira oladimi, aytgan gapida tura oladimi yoki to'g'rimi, noto'g'rimi o'zinikini to'g'ri deb biladigan odamlar ularga qo'l keladi. Va xuddi mana shunday insonlar tanlanayotganga o'xshaydi. Xuddi tashqaridan yoki kimlardir tomonidan mana shu fitna urug'lari sepilayotgan odamlarni orasidagi, o'sha musulmonlarning orasidagi fitnalarni, o'rtadagi birdamlikni buzish maqsadida bo'layotgan qaysidir tomonlar xuddi shu mana shunaqa qaysar, o'zini gapini to'g'ri deb biladigan, boshqalarning gapini olmaydigan, yosh, o'ziga yarasha puli bor, boshqalarga bir ehtiyojmandligi yo'q odamlar tomonidan ko'rinayotgani xuddi birovlar tomonidan ovlanayotganga o'xshaydi. Demak, mana shu odamlarni bid'atchiga chiqarish, yuqorida aytdik-ku, bu odamlarni har bir ishini ko'rib, "Ya, bu bid'at, bu zalolatda, bunga ergashmanglar, nima qilmanglar" degan bir fikrni o'rtaga tashlash, mafkurani o'rtaga tashlash orqali odamlarning o'rtasini buzish, bir-biriga bo'lgan ishonchni yo'qotish, demak, mana shunday odamlardan sodir bo'ladi. Yoki yana bitta bu yerda nima bor? Ularni ozgina kitob o'qib, katta natijaga erishgan hisoblaydi bizlar. O'zi haqiqatdan ham bir gaplashsangiz chiroyli gaplar, yoki bir ilmli, salmoqli, ilmni bir ifora urib turgan gaplar bilan boshlanadi suhbatlari yoki xatti-harakatlari. Lekin agar rasmona asliyat o'rganilsa yoki qo'pol qilib aytganda g'alvir ko'tarilsa, u yaqinda ilmni boshlagan yoki ilmni o'sha nimalarga qaysidir bir joyigacha yetgan undan hali mana shu yergacha din deb o'ylayotgan odamlar bor. Va bitta eng asosiy alomatini aytishimiz kerak bo'ladi. Ularni gapiga xilof gapirgan odam, ularni aytgan fikriga teskari aytgan odamlarni dinga xilof qilyapti deb ayblaydi. Mani gapim to'g'ri bo'lishi ham mumkin, noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Mani fikrimda bu insonlarcha bitta fikrim yoki mani o'sha manbalardan o'rganib hosil qilgan bir ilmim, xulosam. Alloh taolo menga shu darajada bergan, shuni nasib qilgan va menga bergan. Agar o'sha ba'zi odamlarning gaplari, atrofimdagi odamlarning mani gapimga zid kelayotgan bo'lsa, mani o'rgangan ilm darajamdan ularniki mumkin ko'pdir, mumkin kamdir. Qayerdadir xato qilayotgan bo'lsa, mani fikrimga emas, dinga xilof kelyapti deb hukm qilishim bu ahmoqlik bu. Demak, mana shu alomatlari bor insonlardan ehtiyot bo'lish kerak. Bir fikr qiladi, o'zi uchun xulosa qilgan, mayli. Mashallah, agar o'zi uchun shu xulosa ma'qul bo'lsa, biz uni taftish qiladigan rutbada yoki maqomda emasmiz. Lekin sizni fikringizga agar xilof kelgan odamlarning fikri bo'lsa, marhamat, ular mani fikrimga xilof aytdi-da, mani fikrimni tan olmadi yoki mani fikrimga teskari gapirdi deyishingiz mumkin. Mani xulosamga teskari aytdi deyishingiz mumkin. Lekin dinga teskari aytdi deyishga nima haqqingiz bor sizda, misol uchun? Shunaqangi alomatlari, shunaqangi ko'rinishlaridan ham ba'zan tanib olish mumkin bo'ladi.